Sizlar ham eshitganmisizlar, quloq pardasini teshib davolaganlarni. Shunaqa kasalliklar borki, faqatgina quloq pardasini teshibgina davolanadi. Bu shunaqa kasallikki, nog'ora parda orqasida nog'ora bo'shlig'i bo'ladi. Bu bo'shliqda suyuqlik yig'iladi. Bu qachon yig'iladi? Qachonki bolada adenoid vegetatsiyasi bo'lsa, bola shamollaganda suyuqlik yig'iladi. Bu suyuqlik bakterialniy fon bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam sterilniy suyuqlik bo'lishi mumkin. Agar bakterialniy fon bo'lsa, bu yiring bo'ladi. Bu payt kuchli og'riq beradi. Og'riqni bartaraf qilish uchun paratsentez, ya'ni teshiladi. Sterilniy suyuqlik nima uchun olinadi desangiz, sterilniy suyuqlik, ya'ni eksudat 3 oydan ko'p turadigan bo'lsa, o'rta quloqdagi suyaklarni qochishiga va pardani tortishiga olib keladi. Ushbu holatda ham tavsiya qilinadi pardani teshib davolashga. Teshib ustiga shunt qo'yish tavsiya qilinadi. Shuntning vazifasi o'rta quloqdagi suyuqlik chiqishiga va o'rta quloqda havo aylanishini ta'minlab beradi. Bu shunt normada 6 oygacha qoladi. 6 oy ichida o'chib ketish ehtimoli bor. Mabodo ba'zi bemorlar tushmay qolishi mumkin. Bunday holatda shifokor olib tashlash kerak bo'ladi. Xo'sh, shunt tushib ketgandan keyin parda teshib qolib ketadimi? Aslo unaqa emas. Pardaning shunaqa xususiyati borki, o'zini yopish, ya'ni regeneratsiya xususiyati bilan yopilib ketadi. Ya'ni parda to'liq o'zining holatiga qaytadi. Parda teshilmasa, shunt qo'yilmasa, nima oqibatlarga olib keladi deyishingiz mumkin. Bunda o'rta quloqdagi suyuqlik ko'p qolib ketsa, pardaning harakatsizligiga, suyaklarning harakatsizligiga, pardaning tortilishiga olib keladi va eshish pasayib, kaylikka olib kelishi mumkin. O'zi bu kasallik qanday aniqlanadi? Farzandingiz shamollagandan keyin eshish pasayishi, ya'ni telefonni yoki televizorni baland qo'yishi, chaqirganingizga e'tiborsiz bo'lishi va bu holatlarda lor shifokoriga murojaat qilasiz va endoskop yordamida aniq tashxis qo'yiladi. Shuning uchun farzandingizning burundan nafas olishiga e'tibor bering. Chunki ko'p holatlarda burundan nafas olishi buzilgan bemorlarda o'rta quloqqa suyuqlik to'planishi mumkin.